Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Prezident tomonidan ajratiladigan 1,5 million so'mlik yordam. Uni kim olishi mumkin? Qanday tartibda ariza beriladi? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Eng muhimi, odamlar ko'p adashadigan joylar qayerda? Bu ma'lumot hozir juda ko'pchilikka kerak. Chunki kimdir bu pulni olishga haqli bo'lsa ham tartibni bilmagani uchun imkoniyatdan foydalana olmayapti. Kimdir esa noto'g'ri ma'lumotga ishonib, vaqtini ham asabini ham yo'qotyapti. Men bu videoda oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Agar sizning oilangizda talaba, ishsiz fuqaro, ijtimoiy himoyaga muhtoj inson, daromadi past oila yoki mahalladan yordam kutayotgan odam bo'lsa, bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar o'z vaqtida ko'rilsa foyda beradi. Kech qo'linsa esa imkoniyat qo'ldan chiqishi mumkin. Avval odamlar bunday yordamlar haqida ko'pincha mahalladan, tanishlardan yoki ijtimoiy tarmoqlardagi gap so'zlardan eshitardi. Natijada bir odam boshqa odamga borib ariza yozsang bo'ladi, hamma oladi, faqat falon toifadagilar oladi, pul avtomatik tushadi deb har xil gaplarni aytardi. Aslida esa davlat tomonidan beriladigan har qanday yordamning aniq tartibi, mezoni va tekshiruv jarayoni bo'ladi. Ilgari ko'p holatda fuqaro bir nechta idoraga qatnardi. Mahallaga borardi, hokimiyatga borardi, bandlik bo'limiga borardi. Bankdan ma'lumotnoma so'rardi, yana qaytib kelardi. Qog'oz ko'payardi, navbat ko'payardi. Odam esa men haqlimanmi yoki yo'qmi degan savolga aniq javob ola olmasdi. Hozir esa ko'p jarayonlar elektron bazalar orqali tekshiriladigan bo'lgan. Ya'ni sizning oilaviy holatingiz, rasmiy daromadingiz, talabaligingiz, ish joyingiz, talabaligingiz, ijtimoiy reyestrdagi holatingiz va boshqa ma'lumotlar tizim orqali ko'riladi. Eng katta o'zgarish shundaki, 5 million so'mlik yordamni olish masalasida faqat men muhtojman deb aytishning o'zi yetarli emas. Sizning holatingiz hujjatlar, elektron ma'lumotlar va mahalla xulosasi bilan tasdiqlanishi kerak. Shuning uchun men bugun sizga kimlar real imkoniyatga ega, kimlar oldindan tayyorlanishi kerak, kimlar esa vaqtini behuda sarflamasligi kerakligini batafsil aytaman. Birinchi navbatda 20 million so'm deganda hamma hududda, hamma vaqt va hamma odamga bir xil beradigan pulni tushunmaslik kerak. Davlat yordamlari odatda aniq dastur doirasida ajratiladi. Masalan, yoshlar uchun alohida yordam bo'lishi mumkin. Ayollar daftariga kiritilganlar uchun alohida ko'mak bo'lishi mumkin. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun boshqa tartib bo'lishi mumkin. Talabalarga yoki kasb o'rganayotganlarga esa boshqa turdagi kompensatsiya berilishi mumkin. Shuning uchun men doim bir narsani aytaman. Birinchi savol pul beriladimi emas. Birinchi savol men qaysi toifaga kiraman bo'lishi kerak. Agar siz to'g'ri toifani aniqlasangiz, keyingi qadamlar osonlashadi. Agar noto'g'ri yo'nalishga ariza bersangiz, arizangiz rad etiladi yoki umuman ko'rib chiqilmaydi. Masalan, birinchi holatni olaylik. Oilada ota vaqtincha ishsiz, ona uy bekasi 2 nafar farzand maktabda o'qiydi. Oilaning doimiy rasmiy daromadi yo'q. Bunday oila mahalla orqali ijtimoiy himoya bo'yicha o'rganilishi mumkin. Agar oila haqiqatan ham daromadi past, yashash sharoiti og'ir va bazalarda boshqa katta mulk yoki yuqori daromad ko'rinmasa, ular yordam olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy narsa og'zaki gap emas, rasmiy o'rganish va hujjatlar. Ikkinchi misol. Talaba kontrakt asosida o'qiydi, oilasi kam ta'minlangan, ota-onasining daromadi past. Talaba menga ilk 20 million berilishi kerak ekan deb eshitadi. Lekin bu yordam aynan kontrakt to'loviga ko'makmi, stipendiya shaklidagi yordammi, bir martalik moddiy yordammi yoki yoshlar dasturi orqali beriladigan yordammi? Avval shuni aniqlash kerak. Agar u o'zining oliygohidagi dekanatga, yoshlar yetakchisiga yoki mahalladagi mas'ulga murojaat qilsa, qaysi dasturga mos kelishini bilib oladi. Uchinchi misol. Bir fuqaro rasmiy ishda ishlaydi. Oyligi 5 million so'm. Nomida avtomobil bor, oilasida yana bir kishi ishli. U ham ijtimoiy tarmoqlarda prezident 20 million beryapti degan xabarni ko'rib ariza bermoqchi bo'ladi. Bunday holatda ehtimol past bo'ladi. Chunki yordamlar birinchi navbatda ehtiyojmand, daromadi past yoki alohida toifaga kiritilgan fuqarolarga yo'naltiriladi. Hamma fuqaroga umumiy tarzda tarqatiladigan pul bo'lsa, davlat alohida rasmiy e'lon qiladi. Bank kartaga avtomatik tushirish tartibi bo'lsa, ham rasmiy manbalarda ko'rsatiladi. To'rtinchi misol. Ayol kishi yolg'iz ona bir farzandni tarbiyalayapti, rasmiy ishga joylashmagan, lekin tikuvchilik qiladi va daromadi mavsumiy. U mahallaga borib, holatini tushuntirishi
ayollar daftari yoki ijtimoiy himoya tizimi bo'yicha o'rganilishni so'rashi mumkin. Bunday vaziyatda faqat pul so'rash emas, balki kasb hunar uskunaga ko'mak, bandlikka yo'naltirish yoki bir martalik moddiy yordam shaklları ham ko'chib chiqiladi. 1,5 milyon so'm aynan shu ehtiyojni yopish uchun ajratilishi mumkin. Lekin qaror mas'ullar tomonidan o'rganishdan keyin qabul qilinadi. Men bu yerda xavotir deganda qo'rqishni emas, hujjatlarni tartibga solishni nazarda tutyapman. Birinchi navbatda daromadi past oilalar bu masalaga jiddiy qarashi kerak. Agar sizning oilangizda rasmiy daromad kam bo'lsa, uyda nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, boquvchisini yo'qotgan oila bo'lsangiz, yolg'iz ona yoki yolg'iz ota bo'lsangiz, ko'p farzandli oila bo'lsangiz, mahalladagi ro'yxat va elektron tizimlarda holatingiz to'g'ri aks etganiga e'tibor bering. Ikkinchi toifa yoshlar. Ayniqsa 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan, ish topishda qiynalayotgan, kasb o'rganmoqchi bo'lgan, o'qish xarajatini qoplashga qiynalayotgan yoki kichik faoliyat boshlamoqchi bo'lgan yoshlar o'z hududidagi yoshlar yetakchisi bilan gaplashishi kerak. Chunki ayrim yordamlar aynan yoshlar dasturlari orqali beriladi. Masalan, kimdir payvandchilik kursiga yozilmoqchi. Kurs narxi 22 million so'm. Kimdir tikuv mashinasi olishni xohlaydi. Dastlabki xarajat 20 million atrofida. Kimdir kompyuter, savodxonligi kursiga boradi. Bunday holatlarda pul naqd qo'lga berilmasligi ham mumkin. Balki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga to'lab berilishi yoki uskuna shaklida ajratilishi mumkin. Uchinchi toifa ayollar. Ayniqsa ishsiz, daromadi yo'q, qaramog'ida farzandi bor. Oilaviy sharoiti og'ir ayollar, mahalla xotin-qizlar faoli bilan gaplashishi kerak. Amaliyotda ko'p ayollar men yordam so'rashga o'laman deb yuradi. Lekin men ekspert sifatida aytaman, agar siz haqiqatan ehtiyojmand bo'lsangiz, yordam so'rash uyat emas. Muhimi halol va aniq ma'lumot berish. Chunki davlat dasturlari aynan shunday vaziyatdagi insonlarni qo'llab-quvvatlash uchun ishlaydi. 4-toifa nogironligi bo'lgan shaxslar yoki ularning oila a'zolari. Bu yerda ham yordam turlicha bo'lishi mumkin. Davolanishga, dori-darmonga, reabilitatsiyaga, o'qishga, kasbga, texnik vositaga yoki moddiy yordamga. Agar sizda nogironlik to'g'risidagi hujjat bo'lsa, uni yangiligi muddati. Elektron bazada ko'rinishi muhim. Ba'zan odamda hujjat bor, lekin tizimda xato yoki eski ma'lumot turadi. Shunda ariza kechikadi. Agar sizning daromadingiz yetarli bo'lsa, oilangizda bir necha kishi rasmiy yaxshi o'lik bo'lsa, nomingizda qimmat mol mulklar bo'lsa va siz faqat hamma o'lyapti ekan degan gap bilan murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, ehtimol arizangiz rad etiladi. Bu yordamlar odatda ijtimoiy adolat tamoyili asosida beriladi. Ya'ni eng avvalo ehtiyojmand insonlarga. Yana bir holat, ayrimlar tanish orqali tezroq olaman deb o'ylaydi. Men bunday yo'lni tavsiya qilmayman. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda turadi. Noto'g'ri ma'lumot bersangiz, keyin bu aniqlanishi mumkin. Masalan, arizada ishsizman deb yozasiz, lekin tizimda rasmiy ish joyingiz chiqadi. Yoki daromad yo'q deysiz, lekin soliq bazasida yakka tartibdagi tadbirkorlik aylanmalari ko'rinadi. Bunday vaziyatda nafaqat rad javobi olasiz, balki keyingi murojaatlaringizga ham ishonch pasayadi. Yana bir muhim masala, agar siz avval shu turdagi yordamni olgan bo'lsangiz, qayta olish shartlari alohida tekshiriladi. Masalan, bir martalik yordam 1 yil ichida faqat bir marta berilishi mumkin. Yoki bir dasturdan ko'mak olgan odam boshqa dasturga ham ariza bera oladi, lekin bir xil maqsad uchun takroran pul ajratilmasligi mumkin. Shuning uchun qo'shnim 2 marta oldi degan gapga ishonib harakat qilmang. Har bir holat alohida ko'riladi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat ariza berish yordam kafolatlandi degani emas. Ko'p odamlar ariza topshirgandan keyin endi pul tushish kerak deb kutadi. Aslida ariza bu jarayonning boshlanishi. Undan keyin mas'ullar holatni o'rganadi, bazalar tekshiriladi, ehtiyoj darajasi baholanadi. Ayrim hollarda komissiya qarori bo'ladi. Shuning uchun ariza bergandan keyin natijani kuzatish kerak. Ikkinchi nozik jihat, pul har doim qo'lga naqd berilmaydi. Ba'zi yordamlar bank kartasiga o'tkaziladi. Ba'zilar mahsulot yoki xizmat shaklida beriladi. Ba'zilar kontrakt, kurs, davolanish yoki uskuna xarajatiga to'lanadi. Masalan, siz menga 1,5 million berishsin deysiz. Lekin dastur maqsadi kasbga o'qitish bo'lsa, pul sizning qo'lingizga emas, o'quv markaziga o'tkazilishi mumkin. Bu normal holat. Chunki mablag' maqsadli ishlatilishi kerak. Uchinchi nozik jihat, karta masalasi. Agar pul bank kartasiga tushadigan bo'lsa, karta sizning nomingizda bo'lishi, faol ishlashi va bloklanmagan bo'lishi kerak.
Ayrim odamlar kartasini yo'qotgan, muddati tugagan yoki qarzdorlik sababli hisobiga cheklov qo'yilgan bo'ladi. Keyin pul tushmadi deb yuradi. Shuning uchun ariza berishdan oldin bank kartangizni tekshiring. Agar karta kerak bo'lsa, o'z nomingizga karta oching. Telefon raqamingiz bankda to'g'ri ulanganiga ishonch hosil qiling. 4-nozik jihat propiska va yashash joyi. Ba'zi yordamlar doimiy ro'yxatda turgan hudud bo'yicha, ba'zilari haqiqiy yashash joyi bo'yicha ko'rilishi mumkin. Masalan, siz Toshkentda yashaysiz, lekin doimiy ro'yxatingiz viloyatda. Qaysi mahallaga murojaat qilish kerak? Buni oldindan aniqlash kerak. Aks holda bir joy siz bizning ro'yxatda emassiz deydi. Ikkinchi joy siz bu yerda yashamaysiz deydi. Eng to'g'ri yo'l doimiy ro'yxatdagi mahalla va hozir yashayotgan hududdagi mahalla bilan holatni aniq gaplashish. Kerak bo'lsa vaqtinchalik ro'yxat yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumotni tartibga keltirish. 5-nozik jihat oilaviy tarkib. Ko'p yordamlar oilaning umumiy holatiga qarab belgilanadi. Siz alohida yashayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin hujjatda ota-onangiz bilan bir oilada ko'rinishingiz mumkin. Yoki aksincha siz bir uyda yashaysiz, lekin hujjatda boshqa tarkib ko'rsatilgan bo'ladi. Bu ariza natijasiga ta'sir qiladi. Shuning uchun oilaviy tarkib nikoh holati, farzandlar hujjati, ajrim hujjati, aliment masalasi kabi narsalar tartibli bo'lishi kerak. 6-nozik jihat qarzdorlik. Ayrim hollarda yordam olishning o'ziga qarzdorlik to'g'ridan-to'g'ri to'sqinlik qilmasligi mumkin. Lekin bank hisobiga pul tushganda ijro hujjati yoki boshqa cheklov bo'lsa, mablag' ushlab qolinishi ehtimoli bor. Agar sizda aliment, kredit, jarima yoki boshqa ijro qarzdorliklari bo'lsa, oldindan bank va mas'ul tashkilot bilan maslahatlashib oling. 7-nozik jihat firibgarlar. Hozir ilk yili bo'y million olib beraman. Arizani tezlashtirib beraman. Plastik raqamingizni yuboring. SMS kodini ayting deydiganlar ko'payadi. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod bermang, karta parolini bermang, pasportingiz rasmini begona odamga yubormang. Davlat yordami uchun rasmiy murojaat mahalla, tegishli davlat organi. Yagona interaktiv xizmatlar portali yoki mas'ul tashkilotlar orqali qilinadi. Telegramdagi noma'lum akkauntga ishonib pul yoki ma'lumot yuborish katta xato. Endi aniq nima qilish kerakligini tushuntiraman. Birinchi qadam. O'zingizning to'yfangizni aniqlang. Siz kam ta'minlangan oilamisiz, ishsizmisiz, talabasizmi? Yoshlar dasturiga mosmisiz? Ayollar daftaridamisiz? Nogironligi bo'lgan shaxsmisiz? Boquvchisini yo'qotgan oilamisiz yoki boshqa ijtimoiy toifaga kirasizmi? Buni bilmasdan turib ariza topshirish ko'p vaqtni oladi. Ikkinchi qadam, mahallaga boring. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli yoki yoshlar yetakchisi bilan aniq gaplashing. Men 20 million so'mlik yordam bo'yicha murojaat qilmoqchiman. Qaysi dasturga mos kelaman, qanday hujjatlar kerak deb so'rang. Gapni umumiy boshlamang. Pul beryapsizlarmi desangiz, javob ham umumiy bo'ladi. Siz holatingizni raqamlar bilan ayting. Oilada nechta odam bor? Kim ishlaydi? Oylik qancha? Farzandlar necha yoshda? Qarzdorlik bormi? Davolanish yoki o'qish xarajati bormi? 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, daromad haqida ma'lumot, ishsizlik holatini tasdiqlovchi ma'lumot, talabalik ma'lumotnomasi, nogironlik hujjati, davolanish bo'yicha ma'lumotnoma, kontrakt yoki kurs shartnoma kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi, lekin asosiy maqsad bitta, sizning ehtiyojingizni tasdiqlash. 4-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada menga yordam bering debgina yozish yetarli emas. Men tavsiya qiladigan shakl shunday mazmunda bo'ladi. Men falonchi falon mahallada yashayman. Oilamda falon nafar a'zo bor. Hozirgi daromadimiz falon so'm. Quyidagi sababga ko'ra moddiy yordamga muhtojmiz. Ajratiladigan mablag'ni falon maqsadga ishlatmoqchiman. Masalan, davolanish, o'qish to'lovi, kasb o'rganish, zarur jihoz olish, farzand xarajatlari yoki boshqa aniq ehtiyoj. Maqsad qanchalik aniq bo'lsa, murojaatni ko'rib chiqish shunchalik oson bo'ladi. 5-qadam, arizangiz ro'yxatdan o'tganini tekshiring. Og'zaki aytib ketish boshqa, rasmiy ro'yxatga kirish boshqa. Agar mahallaga yozma ariza bersangiz, qabul qilingan sanani bilib oling. Agar elektron topshirsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Keyin men topshirgan edim deganda sizda dalil bo'ladi. 6-qadam, natijani kuzating. Ariza topshirilgach, ma'lum muddat ichida javob berilishi kerak. Agar javob kechiksa, xotirjamlik bilan mas'ul shaxsdan holatni so'rang. Arizam qaysi bosqichda? Qo'shimcha hujjat kerakmi? Rad etilgan bo'lsa, sababi nima deb aniq savol bering.
Rad javobi bo'lsa ham sababini biling. Balki hujjat yetishmagandir. Balki siz boshqa dasturga mosdirsiz. Balki oilaviy tarkib noto'g'ri ko'ringandir. 7-qadam rasmiy manbalarni tekshiring. O'zbekiston sharoitida bunday masalalarda mahalla, tuman hokimligi kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limlari, yoshlar ishlari bo'yicha mas'ullar, xotin-qizlar faollari, ijtimoiy himoya organlari va Maydonko'f uz kabi rasmiy xizmatlardan foydalanish kerak. İjtimoiy tarmoqdagi postni ko'rdingizmi? Darhol shartlariga qarang. Sana muhim, hudud muhim, toifa muhim. Eski xabarni yangi deb tarqatish holatlari juda ko'p. 8-qadam. Hujjatlardagi xatolarni tuzating. Pasportdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, farzandlar hujjati, nikoh holati, bank kartadagi ism, familiya bir-biriga mos bo'lishi kerak. Ba'zan bitta harf xatosi ham to'lovni kechiktiradi. Ayniqsa elektron tizimlar ism, familiyani avtomatik solishtirganda farq chiqsa, arza to'xtab qolishi mumkin. Bir real vaziyatni tasavvur qilaylik. Dilshod ismli yigit 24 yoshda ish topolmayapti. Lekin santexnika bo'yicha kursda o'qimoqchi. Kurs narxi 20 million so'm. U menga pul bering deb emas, men shu kursda o'qib, keyin xizmat ko'rsatish orqali daromad qilmoqchiman deb murojaat qilsa. Mas'ullar buni bandlikka yo'naltirish sifatida ko'rishi mumkin. Bu yerda yordamning maqsadi bir martalik xarajatni yopish emas, odamni daromad topishga olib chiqish. Shuning uchun bunday murojaatni kurs nomi, narxi, muddati, o'qishdan keyin nima qilishi aniq yozilishi kerak. Yana bir misol, Malika opa 2 farzandi bilan yashaydi, ajrashgan, aliment muntazam kelmaydi. U tikuvchilik qiladi, lekin eski mashinasi buzilgan. Agar u mahallaga borib, uyda o'tirib daromad qilishim uchun tikuv mashinasiga yordam kerak desa, bu aniq ehtiyoj. Agar ajratiladigan ko'mak 20 million so'm atrofida bo'lsa, unga uskuna olish yoki faoliyatini boshlash bo'yicha yordam berilishi mumkin. Lekin u aliment bo'yicha holatini, farzandlari hujjatini, daromadi yo'qligini yoki kamligini tasdiqlab berish kerak bo'ladi. Yana bir holat. Talaba javohir kontraktning bir qismini to'lay olmayapti. U oilasining daromadi pastligini, otasi mavsumiy ishlashini, onasi ishlamasligini ko'rsatadi. Bunda oligohdagi mas'ullar, yoshlar yetakchisi yoki mahalla orqali yordam yo'nalishi ko'riladi. Ammo javohir shuni tushunishi kerak. Agar yordam kontrakt uchun ajratilsa, pul qo'liga tushmasligi, to'g'ridan to'g'ri o'qish hisobiga o'tkazilishi mumkin. Bu holatda menga naqd kerak edi deyish to'g'ri emas, chunki dastur maqsadida o'qishni davom ettirishga yordam berish. Yana bir misol. Oila kam ta'minlangan, lekin nomida eski avtomobil bor. Ular mashinasi bor ekan, yordam berilmaydi deb qo'rqadi. Bu har doim ham avtomatik rad degani emas. Chunki avtomobilning turi, yili, qiymati, oilaning real holati, daromad manbasi ham ko'rilishi mumkin. Lekin qimmat avtomobil, bir nechta uy-joy yoki yuqori daromad ko'rinsa, yordam olish qiyinlashadi. Shuning uchun har bir holatda yakuniy bahoni mas'ul organ beradi. Birinchi xato, odamlar eshitgan gap bilan yuradi. Qo'shnim oldi, demak men ham olaman. Yoki falon odam olmadi, demak menga ham bermaydi deyish noto'g'ri. Har bir oilaning holati boshqa. Qo'shningizda nogiron farzand bo'lishi mumkin. Sizda esa boshqa daromad manbasi bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, sizning holatingiz og'irroq bo'lishi mumkin. Ikkinchi xato, hujjatlarni oxirgi kunda yig'ish. Yordam dasturlarida muddat bo'lishi mumkin. Siz hujjat yig'guningizcha qabul tugashi yoki mablag' chegarasi to'lishi mumkin. Shuning uchun hozirdan pasport, farzandlar hujjati, daromad ma'lumoti, bank kartasi kerak bo'lsa, tibbiy hujjatlarni tayyor tuting. Uchinchi xato, arizada maqsadni ko'rsatmaslik. Masalan, moddiy yordam kerak deyish umumiy. Farzandimning davolanishi uchun 1 million so'm kerak, shifokor tavsiyasi va dori ro'yxati ilova qilinadi desangiz, masala aniq bo'ladi. Kasb o'rganish kursi uchun 1 million so'm kerak, kurs shartnomasi bor desangiz, yana ham aniq bo'ladi. 4-xato, norasmiy odamga pul berish. Hech kim yordam olib berish uchun sizdan oldindan pul so'ramasligi kerak. Agar kimdir 500 ming ber, 1 million chiqarib beraman desa, bu juda xavfli signal. Rasmiy yordam korrupsiyasiz, belgilangan tartibda berilishi kerak. Bunday takliflarga uchmang. 5-xato, rad javobidan keyin to'xtab qolish. Rad javobi har doim sizga umuman yordam yo'q degani emas. Balki siz noto'g'ri dasturga murojaat qilgandirsiz. Balki qo'shimcha hujjat kerakdir. Balki oilaviy tarkib yangilanmagan. Shuning uchun rad sababini yozma yoki aniq og'zaki shaklida bilib oling va keyingi to'g'ri yo'lni tanlang. Men sizga oddiy mazmunni aytaman. Mahallaga yoki mas'ul tashkilotga borganingizda shunday deng. Men
1 million so'mlik moddiy yordam yoki shu miqdordagi ko'mak bo'yicha murojaat qilmoqchiman. Oilaviy holatim mana bunday, daromadimiz mana bunday, yordamni mana shu maqsadga ishlatmoqchiman. Qaysi dasturga mos kelishimni va qanday hujjatlar topshirishim kerakligini tushuntirib bering. Agar siz yosh bo'lsangiz, yoshlar yetakchisiga shunday deng: men ishga joylashish yoki kasb o'rganish uchun yordam so'rayapman. Qaysi kurslar bor? To'lovni qoplash imkoniyati bormi? Ariza qanday beriladi? Agar siz ayol kishi bo'lsangiz, xotin-qizlar faoliga shunday deng: men oilaviy sharoitim sababli daromad topishga qiynalyapman. Faoliyat boshlash yoki moddiy yordam olish bo'yicha o'rganish o'tkazishingizni so'rayman. Agar siz talaba bo'lsangiz, oliygoh va mahalla bilan bir vaqtda gaplashing, chunki ayrim yordamlar ta'lim muassasasi orqali, ayrimlari mahalla orqali yuradi. Demak, prezident tomonidan ajratiladigan 20 million so'mlik yordam yoki shu miqdordagi ko'makni olish uchun eng muhim narsa shuki, avval o'z toifangizni aniqlaysiz. Keyin rasmiy mas'ullarga murojaat qilasiz, hujjatlarni to'g'ri tayyorlaysiz, arizani aniq maqsad bilan yozasiz va natijani kuzatib borasiz. Bu pul hammaga avtomatik beriladigan umumiy tarqatma emas. U ko'pincha ehtiyoj dastur sharti. Hujjat va o'rganish natijasiga qarab ajratiladi. Men sizga maslahat beraman. Bugun mahallangizga murojaat qiling. O'zingizga mos yo'nalishni aniqlang. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Eng muhimi, norasmiy gaplarga, firibgarlarga va test chiqarib beraman deydiganlarga ishonmang. Faqat rasmiy manba, rasmiy ariza va aniq hujjat bilan harakat qiling. Agar siz yoki tanishlaringiz shu yordamni olishga harakat qilgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi hududdansiz? Qanday hujjat so'rashdi? Arizangiz qabul qilindimi yoki rad etildimi? Bu boshqa odamlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, chunki men bunday muhim ijtimoiy, huquqiy va amaliy masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman.